Akalar, mana men sizlarga ko'p maslahat berganman. Yangi Cobalt oldinglarmi? Iloji boricha suv kiradigan joylarini yoptirib olinglar. Bu akamiz mana keldilar. Salondan juda ham yomon hid kelyapti. Bu yoqlarda tomchilagan, juda ham mashinaning o'zi salonlari hid chiqaryapti degan. Qancha suxoy farq qilsalar ham, boshqa qilsalar ham bo'lmayapti. Aka, nima deysiz hozir Cobaltchilarga? Maslahatim men o'sha yaqinda oldimmi? Aha. Lekin ana shunaqa shuncha shahar tushirganiz bilinmagan. Yo'lga chiqqanda suvli joydan o'tgandan keyin boshlanadi hid chiqarishi. Sassiz chiqadi. Mas teshikni olganda o'zi arzimas bo'lib turarkan, sразу ham aytish kerak ekanda buni. Germetkalab yoptirib olish kerak, chunki bu yoqlarda mana suvlar ancha tomganlari bor, bu taraflarida ham bor ekan. Akalar, shunaqa narsalar kerak bo'lsa, germetka qilishlar bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz hammasini cho'tki qilib beramiz. Hozir bularnikini ham qilib beramiz. Sog' bo'ling.